Nima shikoyatingiz bor? Nima bo'lyapsiz? Kasal. Yo'talyapsizmi? Ben ko'proq yo'talyapti. Hop, nafasingizchi? Qisilyapti. Nafas ololmayapsizmi? Hı. Qachondan beri nafasingiz? Aynan shu ko'rgan bolangiz hozirda bronxial astma bilan og'rib kelmoqda. Juda ham ko'p muolajalar olgan, davolangan, shoshilinchlarga, undan tashqari boshqa bir shifokorlarga borishgan, vaqtincha holati yaxshi bo'lgan. Hozirga kelib esa bolada yo'tal, nafas qisishlar bo'lyapti. Bu aynan hammasi bronxial astmani kasallik belgilari hisoblanadi. Sizni ham farzandingiz shunaqa yomon og'ir holatlarga tushib qolmasligi uchun vaqtida allergolog qabuliga olib chiqish kerak. Bu bolada bronxial astmani barcha belgilari bor. Hozirda nafas qisish, yo'tal, undan tashqari burun bitishi, oqishi, aksirish, ya'ni allergik boshqa hamroh qo'shimcha kasalligi bor, ya'ni allergik rinit. Sizni ham farzandingiz tezda shu yo'tal, nafas qisish, bo'g'ilishlar bo'layotgan bo'lsa, tezda allergolog qabuliga olib chiqish kerak. 6 yil mobaynida bola biror marta ham allergolog qabuliga chiqmagan. Bugun bizning qabulimizga keldi, ko'rdik, diagnozlarni qo'ydik. Bronxial astma, hamroh allergik rinit deb aytsak, uydagilari ham hayron bo'lmoqda. Bu kasallikni tuzatsa, davolatsa bo'ladi. Vaqtida to'g'ri muolajalarni qilib, to'g'ri asid terapiya qilinsa, bola hech qachon yo'tal, nafas qisishlar bilan qaytib bezovta bo'lmaydi. Bu avvalambor sizning ham farzandingizda yo yaqinlaringizda shunaqa holat bo'layotgan bo'lsa, allergolog qabuliga tezda olib chiqing.